yüreğimde arzularım var ne kayda. Shunaqa chiroyli kayfiyat bilan biz bugun dengizga keldik. Bolajonlar xursand. Doim dengizga kelganimda vatanim, ota-onam, qizalog'im va barcha yaqinlarimni sog'inchini bir lahzaga unutaman. Hozirda sog'inchdan nafaqat men, farzandlarim ham qiynalmoqda. Bu safar kelgan dengizimizning atrofida oshxona yo'q, lekin 24 soatlik magazin bor. Uni ichida barcha sharoitlar ham muhayyo. Bolajonlarimni ramyon yegisi keldi. Men ham ularga qo'shildim va shu magazinda uni tayyorlab olib, mazza qilib yeb oldik. Ha, aytgancha, kofeni ham unutganim yo'q. Muhammad Yusuf bilan yo'lda ikkalamiz urishib qoldik. Meni so'kmoqchi bo'ldi. Opamni topib bering, opamni olib keling deb rosa xarxasha qildi. Davomi bor. Kuzatib, obuna bo'lishni unutmang.